Barchangizga assalomu alaykum. Yana sizlar bilan Jalil Do'stonbek va do'stlar, bugungi videomizda WhatsApp haqida ma'lumot bermoqchiman. Bugungi videomda WhatsApp haqidagi barcha ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Demak, qani boshladik. Va WhatsAppimizga kiramiz. Va WhatsAppga kirganimizda ko'pchilik insonlar aytishadi, shutobi WhatsAppni ham Telegramda meni qachon kirganligimni, chiqqanligimni hech kim bilmasligini xohlayman deganda, bu WhatsAppda ham xuddi shunaqa narsa bor. Ya'ni sizning qachon kirib chiqqaningizni umuman Telegramga o'xshatib bildirmaslik mumkin. Даже umuman chistlar soat ham ko'rsatmaydi. Masalan, Telegramda nedavno deb turadi, faqat qachon kirsangiz ham. Lekin bu WhatsAppda nedavno hech qanaqa adres yoki vaqt hech qanaqa narsa berilmaydi. Faqat sizning ma'lumotingiz, sizda o'zingizda profilingiz ko'rinib turadi, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Buning uchun biz mana bu yerga tepada 3 ta nuqta bor, o'ng tomonda WhatsAppda bosamiz va nastroykaga kiramiz. Kirganimizdan so'ng bizga nastroykani chiqaradi. Mana bu yerda akkaunt degan joy bor. Birinchisida akkaunt, mana akkaunt kiramiz va birinchi mana Privanost, mana Privanost kiramiz. Va kirganimizda birinchida mana turibdi Время помещения. Ya'ni mening turgan vaqt, ulangan vaqtim, turgan vaqtim kerak. Shuni endi hamma shunda o'zi sizning saytda turgan vaqtingiz kimlar ko'rishi mumkin? Hamma, все. Yoki только sizda bilan bog'langan yoki siz bilan sizda raqamingiz kontaktida bor insonlar, ya'ni tanishlar uchun. Yoki umuman hech kim uchun, nikto. Hech kim ko'rishi mumkin emas. Rasmingizni-chi, masalan, даже endi bu Telegramga qaraganda bunda sal ozroq funksionallar tomoni bor, ya'ni profilingizni rasmini ham birov ko'ra olmasligi mumkin. Agar mendan moya kontakt yoki nikto deb qo'ysangiz, nikto desa sizning profilingizni ham hech kim ko'rmaydi. Сведение, ya'ni sizning ma'lumotlaringiz, ya'ni profilingizga biron bir ma'lumot yozgan bo'lishingiz mumkin, shutob statusingizga va nimalarga. O'sha narsani ham hech kim ko'rmasligi mumkin agar mana bu yerda nikto qilib qo'ysangiz. Mana hech qanaqa bir inson ko'ra olmaydi. Biron bir ma'lumotingiz Telegramda faqat qachon onlaynda turganimiz bildirmasligimiz iloji bor. Bu WhatsAppda esa bir qancha imkoniyatlar bor. Dajmada blokirovka, mana blokirovka tiqib qo'ygan nima deydi? Nomerlari turadi mana bu yerda, mana. Zaklov chorniy spiskga tiqib qo'ygan insonlar. Shunaqa qilib, mana shu nastroyka orqali любой xohlasangiz qachon, qanday vaqtda kirib chiqqaningizni hech kim bilmasligi mumkin. Lekin bir narsa, sizda qachon kirib chiqayotganingizni bilib boshqa insonlar bilolmaydi. Agar niktoga qo'ysangiz, faqat u inson sizning profilingizga kirib tushsagina siz shu imenni siz profilingizga kirib turgan insonga yozayotgan maqolangizda u ham sizning profilingizga kirib tushsa, shundagina u inson bilishi mumkin shutobi sizda onlaynga turganingizni. Chunki u inson sizning profilingizga imenni kirib turgan bo'lsa, ya'ni sizning chatingizga yozmoqchi bo'lib, siz ham u insonni yozmoqchi bo'lib shu chatga kirgan maqolangizda ko'rinadi. Ya'ni onlayn deb ko'rsatib turadi. Lekin siz uni chatiga kirmay, WhatsAppga kirib boshqa bir chatlarga kirib yursangiz ham u insonga bilinmaydi. Shutobi siz onlaynga turganingizda. Faqat imenni shu insonni chatiga kirganingizda onlayn deb ko'rinadi. Endi bu juda ham kamdan kam tasarruflarda bo'ladi. Mana qolganlari, mana bu foto, ya'ni gilovli fotolarimizni, o'zimiz haqimizdagi ma'lumotlar hammasini hech kimga ko'rsatmasligimiz mumkin. Bu juda ham oson. Yashavaringga domla. Demak, ikkinchi yo'li bor. Bu mana bu yerda pastda 3-yozuvda Dushagovoy proverka. Ya'ni ikki tomonlama tekshirish. Mana shunga bosamiz va bosganimizda mana bu yerda Wikilchit degan yozuv chiqadi. Ya'ni biz Wikilchit bosganimizda bizdan pin kod so'raydi. Shu pin kodni mana 6 ta pin kod yozishimiz kerak. Pin kodni yozganimizdan so'ng biron bir inson mana shu nomer orqali, ya'ni WhatsApp orqali sizni tekshirmoqchi bo'lsa, ya'ni как будто bundan oldingi videolarni ko'rsatganman, Telegram orqali, imo orqali bitta imodan bir nechta imo ochish mumkin. WhatsAppda ham shunday ochmoqchi bo'lsa, yo ochgan bo'lsa, mana shu yerda kod terganingizdan keyin u insonlar avtomatik chiqib ketish kerak. Yoki u insonlar qayta yangidan o'rnataman deganda, ulardan mana shu kodni ham so'raydi. SMS-larga kod emas, mana bu siz hozir o'rnatadigan 6 ta kodni ham so'raydi ulardan.
Masalan, mana men yozaman. Mana 1 2 3 4 5 6. Mana agar xohlasangiz, email, ya'ni elektron pochtangizni ham ulab qo'yishingiz mumkin. Shtobi sizni saytingizga kimlar kirib chiqyapti, ya'ni WhatsAppingizga yoki kimlar ulanmoqchi bo'ldi, bu harakatlarni hammasini emailingizga, elektron pochtangizga soобщение qilib yuborishib turadi. Masalan, men yozaman, mana o'zimning emailimni Jalilov Doston gmail.com yuboramiz. Endi yana bir marta Jalilov Doston gmail.com. Сохранить. Настроить проверка и все. Mana двухшаговой proverkamiz tugadi, ya'ni aktivlanib bo'ldi. Endi biz bu orqali nima desam ekan? Hech qanaqa bir qo'rquvlarsiz WhatsApp kanalini ishlatishimiz mumkin. Hech kim bizga ulana olmaydi. Ulanadigan insonlar ham o'zi premiumni chiqib ketgan bo'lishi kerak. 100% narsa ayta olmayman. Ulangan bo'lsa agar bu vaqtgacha biron bir inson ulangan bo'lsa, chiqib ketgan bo'lishi kerak. Точно narsa deyishim qiyin. Это точно. Chunki hozir yonimda yana bitta telefon bo'lganda men buni tekshirib ko'rgan bo'lardim. Lekin bu narsa ikkinchisiga 100% javob beraman. Shtobi bundan keyingi ulanmoqchi bo'lgan insonlar mana shu kodga duch keladi. Ya'ni mana shu kodni ulardan so'raydi. Ular ulana olmaydi. Demak, do'stlar, shuni bilan videoyimni tugataman. Tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, kommentar yozib qoldiringizlar. Sizlarga ozgina foydam tegdi degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa, like bosingizlar, kanalga pastda siqishni unutmanglar. Hammaga xayr, omad tilab qolaman.